Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 10-son umumiy o'rta ta'lim maktabida bugungi kunda 361 nafar o'quvchi 16 ta sinfda ta'lim-tarbiya olmoqda. O'quvchilarga 40 nafardan ortiq oliy ma'lumotli, tajribali pedagoglar bilim va tarbiya bermoqda. Maktabda ta'lim jarayoni qozoq tilida olib boriladi. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 2025-yil 25-avgustdagi 308-sonli buyrug'iga muvofiq haftaning har dushanba kuni birinchi dars soati barcha sinflarda sinf rahbarlari tomonidan kelajak soati mashg'ulotlari o'tkazib kelinmoqda. Ushbu darslar tasdiqlangan reja asosida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalangan holda tashkil etilmoqda. Xususan 9-sinf rahbari Zibira Karajanova tomonidan muvaffaqiyat sirlari startap mavzusida o'tkazilgan dars zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositalari asosida tashkil etilib, o'quvchilarning faol ishtiroki bilan samarali o'tdi. Shuningdek, 6-sinf rahbari Janar Almag'ambetova ham ushbu mavzu doirasida dars o'tkazib, interaktiv usullar orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirishga erishdi. Dars jarayonida o'quvchilar faol qatnashib, bilim va tushunchalarini boyitdilar. 4-sinf rahbari Mariyash Qutlimuratova tomonidan ham muvaffaqiyat sirlari startap mavzusida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda mazmunli dars mashg'uloti tashkil etildi. Dars o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali bo'ldi. Bundan tashqari 2-sinf rahbari Gulmira To'libbergenova ham mazkur mavzu asosida dars o'tkazib, o'quvchilarning faolligi va qiziqishini ta'minladi. Shu bilan birga obod va ravon yo'l dasturi doirasida maktabda yo'l harakati qoidalarini o'rgatishga mo'ljallangan maxsus xona tashkil etilgan. Reja asosida o'quvchilar ustozlari hamda maktabning Chaqurga qadar boshlang'ich tayyorgarlik rahbari Anvar Xo'jaahmedov tomonidan yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini muntazam oshirib bormoqdalar. Buni o'qib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi sho'rda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.